Assalomu alaykum. Moskva Toshkent 3-kun boshlab olganmiz inshaalloh. Kechasi sovib ketdi, mashinani o'chirmadik. -23, 23,5 shunaqa bo'lib turdi, 23 yarim. Kelyapmiz chegaraga Mashtakova qattasan deb. Ko'cha sovuq, yaxshigina sovuq. Danilida kelyapti, blижний qildi. Uralskacha 2 ta qotdi. Atak 2 ta yo'q, 2 tadan kam. 2 tadan ancha-muncha kam. Хорошо, что этот дорога чистая, сухая. Yo'l toza, quruq. Lekin Qozog'iston tomonidan Uralskacha, Uralsdan ham 60-70 kilometr narigacha Galli o'tuvdi Nurlan aka kecha ketgan edi-da Nurlan aka. Ancha muzlamagan edi. Shunga kechqurun dam olganmiz. Так вот. Xudo xolasa, наконец-то, Mashtakova. Yana kelgan yo'limizdan qaytamiz inshaalloh. Xrampao, Aqto'be, Qarabutaqli 24, 25, 27 gradusga chiqib ketishi mumkin ekan. Shuning uchun yana kelgan yo'limizdan qaytamiz inshaalloh. To'g'ri, qaytaman. Men bilaman, Toycha. Mashinam. Нормально. Ведь уже погода ham tashadi.